Yo, hammaga assalomu alaykum deb qolamiz. Sizlar bilan har doimdek Fear Flex kanali. Xo'p, charchamayapsizlarmi? Kayfiyatlaring qalay? Yaxshimi? Chotgimi hammasi? Xullas, o'tgan safargi videomizda xuddi mana shu joydan qolgandek, ya'ni Outlast qismining davomini o'ynayapmiz hozir. Buni full tugatmagunimizcha o'ynaveramiz. Qismlarga bo'lib tashab bo'lsa ham, endi yarim soatdan qilib o'ynasak ham hamma normalniy bo'ladi. Aytgancha kanalga obuna bo'lib qo'yish eslardan chiqmasin, like ham va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yish eslardan chiqmasin. Tekin o jigaroqa. Xuddi shu joydan qolgandek, o'tgan safar videoni ko'rganlar biladi. Mana hozir endi keyingi etapga o'tdik, xudo Lekin chiqaveramiz, qani, bismillah. Qayerga yurish kerak hozir? O basseynga tushib cho'milaylik, endi o cho'mirsa bo'larkan. Hazillashyapman-da endi. Uni oldida birta karta bormi ekan? Ana chiroq yonib turibdi, o'sha yoqqa boraylikmi? Yo'q, qulf. Bunisi-chi? Bunisiga ham qulf qilingan. Menimcha bu tomonda emas. U tomonda ham nima bor ekan? Uni ham ko'r. Nima mana u? Voy. Nima balo edi bu? U xaldan basib miyamizni qoltirib turgan hali arvoh mashumidi o'zi asli. Nima balo edi o'zi u? Tanimadim deb. Bu eshikni ochish uchun kalit top deyapti. Menimcha tezroq ketish kerak edi. Mana bu tomonda ham yo'l bor ekan. Kalla chetdadir balki. O batareyka bor ekan. Yana bitta batareyka. Mana kalit. Aytdimmi? Arqamizdan kuzatib yuribdi bu menimcha. Tezroq kirib ketish kerak ekan. Hozir quvlab qolmasin yana. Hop, mana kalitni ochdik. Eshikni arqamga qarshi yopib qo'yamiz. Xo'sh. Tak, menimcha yo'l mana yoqda. Yo'q, adashibman. Arqadek. Xo'sh, qani. Voy. Quvladi mana, qoch. Ko'rdilarmi sizlar ham men ko'rgan narsani? Eshik yopib qo'ygan ekan. Da, bo'ldi, tushundim. Prosta screamer uchun menimcha. Bu arvoh menimcha bosmas bo'lmasa kerak, yana bilmadim. Bir narsani videoga oldi lekin. Aytgancha bu personajimiz, ya'ni buni balani otini bilmaganlar bo'lsa, bu balani oti Miles bo'ladi. O'z o'yinda shunday yozilgan, Miles buni oti. Outlast ikkinchi qismi ham bor buni. Ikkinchi qismida Blake degan personajni o'ynaymiz, ya'ni balan oti bo'ladi. Ikkinchi qismi uni ko'rsanglar вообще realizm haqiqiy. Uni hali Steamdan yuklab olganim yo'q, xudo xolasa niyati bor. Yuklab sizlar bilan birga video qo'yamiz, uni ham o'ynaveramiz. Balki stream ham qo'yamiz, nasib qilsa. Lekin uning uchun 50 obunachidan oshirish kerak edi kanal nimasini. Obunachilarni. Shuning uchun obuna bo'linglar deyapman-da. 50 ta hech bo'lmasa 50 ta qo'ysak ham hamma. O 50 ta 100 ta qilaylik mana. Kimdir yuribdi-da shu atrofda. Kimdir gapiryapti. Hech kimga e'tibor bermaslik kerak edi. Ana. Oldiga bormay qo'raylik, tinch turaylik. Men yoqmayapti-da, cho'ta mana shu. Maytdan kelmadingmi? Mana shu yerdan keldik-a, cho'ta. Ha. Mana ochladimi? Yo'q. Qayerdadir yo'l bo'lishi kerak. Ha.
Mana tepada zina bor ekan. Bundan oldingi videomizda sal ovozim balandroq chiqib qolibdi. Men bor uzr so'rayman. Sal mikrofonga yaqinroq gapiraveribman. Hozir sal uzoqroq gapiraman endi, hali shirillab qolmasligi uchun. Nima, zaryadlab olaylik. Kim yuribdi yana? Kimdir ovoz kelyapti-da. Kimdir yuribdi. Lekin chiqish kerak emas. Yorug' tomon bo'lsa chiqib o'rish kerak. Tushundinglar-mi? Men yana o'yinni bilyapti deb o'ylamanglar. Men hozir bu joylarni vaqti bilmayman. Umuman bilmayman. Shu hali semizni nimasi keldi-da, hali bo'ynidami qatorda zanjiri bor. O'shani ovoz keldi. Cho'ta yuribdi-da, shitdi. Qanot tushamiz yerda. Ha, bo'ldi. Xo'p. Metdan kirsa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Ha, mana yerda yo'l bor ekan. Qoch. Voy, bu yana xatdan paydo bo'lib qoldi. Qaranglar, laycha qilish zo'r yo'li. Ko'rmayapti, ko'r. Alo. Lekin ko'rmayotganda surib yuborish kerak yerdan. Ana. Voy, menimcha bu yerda yo'l yo'q. Yorug' tomonga yurish kerak. Mana aytdim-ku, mana shu yerda yo'l bo'lishi kerak. Qasardamizmi balo? Bet ochilar ekanmi? Yo'q. Ha, mana bu yerda yo'l bor ekan. Qonli daryo qoribdi, bu yerda qonli basseyn. Ashdan chiqiladi-da, mana singan deraza. Cho'ta ekran qizilib qoldimi? Sezdingizlar? Qizarib qoldi. Ha, ana chol. Mana. You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, this way. Revelation is at hand. Hozir bir narsa yozadi, o'shani o'qib olaylik, ha, mana. Hop. Da, bo'ldi. Ana ota Martinamidi? Короче, ana rohibni oldiga chiqishimiz kerak ekan. Ikkinchi etajdami bor ekan u. Tepali etajga chiqyapti. Hey. Voy, nima ko'r. Ana manyaklardan bitta ham bor ekan. Voy, zaryad ham kam qolyapti-da. Shu asrash kerak. Bitta qoldi. Bundan to'g'ri qaynatyapti men aytdi. Metdan ochilsa bo'ladimi? Yo'q, yopiq. Mana-chi. Ana batareyka. Yakras. Ha, shunaqa bo'sh xonalarga ham kirib turishimiz kerak edi. Kim mana u? Bundan jinnilardan shikili. Ha, mana bir amallab chiqib oldik. Tepaga chiqish kerakmi yo pastga tushish kerakmi? To'xtaymiz. Shu birin tepaga chiqib ko'raylik qani. Endi sakraymiz-da endi battan boshqa iloji yo'q. Yurgan yo'llarida bulat boru. Va yana so'kinvordim, men uzr. Men umuman so'kinish yoqtirmayman o'zi aslida. YouTube ga so'kinib gapirsa ko'pchilik qiziqmay qo'yadi. Agar bir xilgila oilaviy o'tirib ko'rganlar ham bor-da. Oilaviy emas, sen qarindosh bo'lsa kelsa, birorta horror o'yin o'ynaylik yoki ujus o'yin o'ynaylik yo video ko'raylik deydi.
ba'zi birlar hali kameraga tushib qo'ygan arvohlarni bir masala ko'radi. Men qarindoshlarim shunaqada jiyanlarim. Hammasi hozir YouTube'da nechta obunachim bo'lsa, o'shalardan bittasi bor-da, ulardan obuna bo'lib qolgan. Ular 100% aktiv bo'ladi, chunki qiziqadi nimagadir. Ashaq yurish kerakmi? Qani yuraveraylik-chi. Voy, bitta materiallar qaranglar. Ah. Bitta yo'qmi? Yo'q. Voy, kim mana u? Voy. Voy, ko'rib qoldi. Ishini yopib bo'ladimi? Yaxshi yopib bo'lar ekan. Montirash kerak. Tezda. Kim bo'ldi endi bu? Birorta jinnilardan-da bu ham. Mana bo'ldi. Ha, buzolmaysan, senga emas. Voy bu, ha mana. Короче, mana shunaqa narsadan yana ikkita topishimiz kerak. Aytdi 3 ta turadi. 3 tani hali ham turibdi mana yerda. Ha, endi daf bo'ldi. Sekin suraveraylik. Bu enaqa qo'rqinchli nima emas, oddiy просто так manyak xolos. Shuncha bemalol yuribman-da yana. Zaryadlab olaylik. Qani u, qaqa ketdi u endi. Lekkellar darrov. Menimcha o'sha kelgan tomonimizda ham bir narsa bor-da, mana shu yerda. Mana shu yerga ketdi u. Kim bo'ldi bu endi? Voy. Mana. U bu yoqqa qarab o'tirmaymiz, vaqt ketgani qoladi hozir baribir. Kim o'ylayapti? Mana. Yana bir dona top deyapti. Aytdim, yo'l bor ekan agar. Kirib ko'raylik-chi. Hey, qoch. Qoch. Voy. Endi topgan, ko'rgan joyimizga yuguraveramiz endi. Yo'q, batta yo'l yo'q. Qulf et, qulf. Javob. Da, mana. Yo'q, sirazi. Metrash kerak endi. Voy, barmoqni qaranglar. Bitta barmoq yo'q. O'yin просто bombali. Kirolmaydi va cho'chamaydi. Voy, yo'q. Endi ashdan topishimiz kerak desam, mana o'zi turibdi ekan. O'zi 3 ta talerkani ichida turar ekan. Ketdimi u? Mana turibdi hali. Ana endi ketdi sekin so'rayman. U yugurib yurar ekan, ko'rgan bo'lsanglar. Faqat tez kelib qolishi mumkin. Shuning uchun tezda hali joyga qo'yib, mana u o'lgan milisani cho'ntagidami turibdi kalit. O'shani olishimiz kerak. Buni yopib ko'raylik. Ay, maras. Hali ham katta ekan. Buni endi chalg'itishimiz kerak, xullas. Qarochimda keladi, mana shu yerda chang'itib o'raveramiz. Atdagi eshikni buzguncha ancha vaqt ketib qoladi. Davay. Qaranglar, kallani ishlatish kerak-da bitta. Ana buzadi. Sirazi qo'yamiz, anaqaga qaytamiz. Yana uni bosmabman u. Voy. Kalitni olish kerak-ku. Oy. Oy, ko'rdilarmi? O'yinni ko'rdilarmi? Tushib ketdi pastga. Voy, endi pastga tushish kerakmi qaytib? Mana bu ham qo'li orar ekanda orqada. Hozir qaranglar. Uni ham yuri. O'ldirib qo'yadi hozir. O'ynashaman deb rasvo qilyapsiz ana. To'g'ri o'ynashganmiz yo'q, adashib ketdim. Qochaman deb. Ishdan qochish kerak. O'ldi quvlamaydi aqaga menimcha. O'tmaydi baqa. Voy, qaqa tushdi endi u. O'shanaqa liftchalar topish kerak endi. Birorta joyda liftcha bo'ladi, pastda bo'ladi, endi qayerda bo'lardi? Iyiga qaytib o'tish kerak yana.
Amashdan o'tib turganligingda kamera bilan o'tmanglar, kamera bilan o'tsanglar pastga tushib ketib qoladi. Chunki sizlar ham o'ylab ko'ringlar, kamera bilan sakrab o'tib bo'ladi. Bo'lmaydi. Mana shaqa tushgan u. Hali kelgan joyimizda nima bor edi eslasaling. Uy. Mana ishdan kelaverdingmi? Mana bo'ldi. Bo'ldi. Endi haligi nimaga chiqish kerak. Nima balo bo'ldi endi? Yana u eshikni ochib chiqdimikin? Voy. Sira yugur ko'rib qolmasin. Bo'ldi, yaxshi. Mana maytga kalit kerak endi. Ana. Ehtimolga qarshi javob qo'yamiz. Endi bilolmaydi, har narsa bo'lishi mumkin. Oho, bitta katta yama bor ekan-ku. Hop. Bitta sakrashdami? Mana ikkitadan batareyalar kutib turibdi ekan o'z bizni. Mayt ochiq ekan o'zi, mana qonizni o'ylab yurish kerak. Mana. Bizni ko'rib qolmasa bo'ldi hozir. Mana pol tushib ketmaydimi chiqib? O'zi tushib ketib bo'lgan ekan, endi burchaklar deyapman-da. Pastga tushib ketsa, u yurar ekan shunda. Makka sakrab o'tishimiz kerak. Yaxshi. Yur. Voy. Qo'ynim. Sizlar ham ko'rdilarmi men ko'rgan narsam? To'ta sharoq netoda. Nimadir bizga tegmayapti lekin, bizni ko'rib turibdi lekin tegmayapti. Qatdan chiqilar ekan. Mana shu yerdan chiqsa kerak. Mana bo'ldi. Mana chirigan ekanda qol. Mana yana qon izi bor ekan. Shaqa qarab yuraveramiz. Bu yerdan keldik-ku aytgancha. Bu yerda ham xona bor ekan. Yo'q, yopiq. Ko'rmadi, ko'rdilarmi? To'rtta mashitda shu quvlasa kerak bizni. Yana bilmadim. Oho. O'li bozori va qonlar bilan yozilgan. To'rtta netoda, shet. Ochilsa bo'lar ekan. Yo'q. Kim bo'ldi u? Esladinglarmi hali qamoqxonadagi egizaklar? Sizlarga aytdim, Twins deb. Ana shular javob. Bular asosan bizni go'sht uchun ovlaydi. Ana kelyapti. Qanaqa otsa bo'ladi endi? Mashaqdan yuraveraylik-chi. Ikkinchisi bag'dan kelib qolmasmikin? Buni o'ylab ko'p o'ynaganim uchun aytdim-ku kelyapti deb. Qorong'ilik uchun ko'rmadi. Jam o'tib ketamiz. Uzr, mikrofonga tegib ketdi. Agar qimillab ketgan bo'lsa, uzr so'rayman. Qo'lim tegib ketdi. Mana bo'ldi. Eshikni yopamiz, ko'zni qisamiz. Mana ikkinchi etajga pastga kelib qoldik. Mana o'zi. Roqibatam o'zi turibdi mana. Bizni kutyapti menimcha kelishimizni. Shu biron nima bersa kerak edi, yo'q. Hali o'zini yoqvoradigan joyi ham bor edi YouTube'da. U ikkisidanmikan yo'q. Mana shu yerda, mana shu ko'ylakda bir xil edi ana shunda. Turq sovuq, choliydi, sassiq. Voy. Kamerani ol. Voy, chiqoq. Ana, nima kirvan bo'ldi bittasi.
Vay. Daha sakrab o'rnidan bosish kerak. Vay. Qani endi manyak endi. Kamera yo'q endi. Qani mana yo'l bo'ladimi? Ha, yo'q. Yo'q. Novaya tel deb yozdi, hozir o'qidim. Pastga tushib nimani ol deyapti. Kamerani olib keladi. Voy, mishga tushib ketdi-ya. Ana bu yerda yurmasmikan? Endi kamerasiz ancha qiynalamiz, chunki o'ta qorong'u joylar ko'p. Mana. Mashitlarda yo'qmikan, tushmaganmikan shunday? Yo'q, yerlarga tushmagan. Ha, bu yerda yo'l bor ekan. Hoppa. So'zlarda yo'qmi endi? Shu yer-berlarga tushib qolganda endi qayerga tushardi boshqa? Sizlar ham ko'rdinglarmi? To'da, men ham ko'rdim. Hozir jimlik desam, shu sakrab tushdimi o'zi to'g'risi. Mana kim endi? Bormay qo'raylik, hozir kamerasiz nimamiz hozir? Slavimiz. Mana shu qilib yo'l ko'rsatyapti. Ha, mana kamera, mana. Mana kamera. O, yaxshi. Kamerani topdik. Kim mana ular endi? O'yladim bular endi. Ya qo'ylar ekan, qoch. Voy, kamerani ham burchi sinibdi. Tushib ketgandan keyin sinibdi. Yo'q yugurish kerak, kelgan joyimiz ekan bu. Ametdan chiqaveraymi? Bo'ldi, islam. Faqat chiqalmasa kerak ham cho'la. Ha, yo'q, kirmas ekan. O'zi muzikamda boshlanadi. Muzika o'chdimi bo'ldi, demak qo'lamayotgan bo'ladi. Shuni ham bilib olsalaring bo'ladi. Endi orqaga qaytib, tepaga yana qaytib chiqish kerak. O'h. O'yinning maqsadi o'zi asli vaqt cho'zish ekanda. O'yinni cho'zishda endi boshqa nima ham qilardi? Ha, ishdan chiqiladi. Chunki mana yoqda yo'l yo'q chiqadigan. Ko'zim tushib qoldi, ishdan chiqsa bo'ladigan. Lekin kamerani ayta sindi lekin. Va, metdan ham o'tayotgan joy bor ekan. Mana endi yoqish kerak kamerani. Ha, mayt kesib chiqib bizda endi, ha, bo'ldi. Voy, yaxshi yuravermayapman-a. Ana raqobati yo'qib qolibdi. Ana maytdan qaraydi-ku biz bekka, fonarni tutib turadi. Pastga tushsa kerak ekan. Hop, voy. Kim bu endi? Only one way out. Only one way. Aşağı kirishimizni olayapsanmi? How do you know you're not a Hey, och eshigini. Voy, birinchi marta. Voy, bekorga qulflamadi, tuzoq bordi albatta. Shu bir narsa bor mana shu yerda. Shu ko'nglim sezyapti. Oho, yomg'ir yog'yapti ham ko'cha. Shunday to'da shu joylar. Kimdir aytdimi mana. Qayerga kirish kerak endi? Biror nima topish kerakmi? Kelyapti o'sha. Birinchi bitta xonada chiqishga yo'l bo'lishi kerak. Kelyapti. Ko'rmadi. Ko'r. Ha, bo'ldi mana. Mana. Topdim. Aha, topdim.
Bo'ldi. Tutuldik mana nihoyat. Yo'q, baqa yurmaymiz. Ash to'g'ri yuraveraylik. Bunaqa yo'l olib ketadi-da u. Shu yoqqa yurganimizda hozir yana asli joy bo'lganda tushib ketib qolardik. Hatto o'tib bo'ladimi? Ha, mana. Bossak, tarvarsak bo'ladi. Da, yaxshi. Bo'ldi menimcha. Muzika o'chdi, endi o'chdi. The key to the house of God is in the theater. Behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Aytadi ber. Bunga ham ключ kerak ekan, короче. Ключ topib kelyapti. Xullas, ключ kerak-da bizga. Bu o'yinda dardi ключ ekanda, endi ochib ketish uchun shu-da, boshqa iloji yo'q. Bitta o'tilmaydimi? Yo'q, yopiq. Pianino chalyaptimi kimdir? Men qulog'imga eshitilyaptimi? Kimdir pianino chalyapti. Da, chalyapti. Bo'ldi. O narigi tomonga o'tib olgani, mashitdan yo'l. O'zi hayron bo'ldim, tepada yo'l bo'lsa kerak deb. Pianino kim chalsa ham yaxshi chalyapti lekin. Просто radio qo'yib qo'yganmikan anaqa. Mana. Hey. Uy. Nima deysan, ey? Qayoqqa yetding? Shu turuq so'g'ida menga basharasi yoqmayapti-da. Aytadi-yu, shaytonatda aytadimi? Odam desang odamga o'xshamaydi, maymun desang maymunga desam, to'ppa to'g'ri aytib qoldi. Shu yerda kimdir bor. Metlardan sekin juftlikni oshiravaylik mana. Yorug' joyga ketaverish kerak. Ishing yo'qmi? Sariq tomonga qarshi. Onangni yopilib qolibdi. Yo'q. Dokument. Просто dokument uchun ham kirib bizda baqa. Bu ham yopiq. Qonizi bor ekan. Da, tepaga chiqar ekanda demak. Shuninglar kechasi soat necha bo'ldi? Hozir. Oho. Kiyaram, voy. Shu gapni bekor aytdim-da. O'zim qo'rqyapman-da hozir. Kechasi 2:30 da o'ynayapman. Oqshominglar seryozni gapiryapman. Kechasi soat 2:30 bo'lyapti endi. 28 da o'tdi. Endi boshqa vaqt bo'lmaydi. Вообще ish ko'p boshqa kunlari. Shunga ham zo'rroq vaqt topdim hozir. Vaqt bo'ladi. Shu kuni aynan vaqt bo'lmay qoldi. Yakshanba kuni bo'sh bo'laman, xudo xohlasa. Yakshanba kunlari aksariyat bo'sh bo'laman hozir. Yakshanba emas, ana kalitdan oldik, endi pastga tushish kerak. Nima deyapti? Wall Rider bir bolalar deyapti. Da, qaytish kerak. Yop. Kimdir kirdi? Degan o'chichi. Egizlar bitta chatda yuribdi ekan. Sekin haqqa ketganda. Как раз u tomon yopiq ekan. Bo'ldi. Ana. Ishda ham bir narsa borlar-da, ochiq ekan, yo'q ekan. Mana kalitni nimasi ochdik. Kalitni olib keldik. Mana sherigi turibdi aytdi. Basharasini qaranglar. Qo'lda boltasi ham bor ekan bunda. Men qaborish kerak. Kim mana? Quluf. Betam quluf.
Mana-chi. Bu yerda ham qulf. Mana yer ochiq ekan. Oppo, yana oshxona. Lekin jinnixonalar oshxonalari chiroyli bo'lar ekan. Kim mana o'yin? Oldi timay qo'yaylik hozir yana tashlanib ishkal chiqarmaylik. Hop, qaqa borish kerak endi. Ha, mana yerdan voy. Kim bu endi? Nima qilyapti u? Duo qilyapti kimlarga. Shularda kalit-palit bo'lish kerak. Yo'q. Lekin bizga kalit-palit top dematdi. Bu o'yinda shunaqa kalit top desa keyin topalasiz. Bo'lmasa o'zingizdan o'zingiz sovib qolmaysiz ekan. Shu joyini bilib olsa bo'ladi. Birorta xonalarga kirib chiqib turaveraylikchi, birorta narsa topilib qolarmi? Da, aytdim-ku mana. Tashqariga yo'l bor ekan. Yur. Ha, nariga tomonga o'tamiz. O'sha yerda bir narsa bo'ladi. Hozircha qiyin joylar yo'q, lekin haligi psixopat doktormidi u kim edi? Barmog'imizga kesib tashlagan, o'sha yomon. Qaqa keldi biz hozir. Kim bu? Ha, mana aytdim-ku, xuddi o'sha joyga keldik mana. Masalaga nima dedim mana? O'zini o'zi yoqib yoradi bu. Mana kamdan turibdi ekan. Ko'rasiz. 10 soat gapiradi hozir endi menimcha. Yutdi bir chiqib oldi. Ko'rdim-da. My Job, you alone shall escape the tower. This is your penultimate act of o'zini o'zi yoqib yoradi bu. Jinni bo'ladi bu. Haqiqat. Bunalar qarang. Eshikni yopib qo'yibdi, kirisalar. Endi shuni kutish kerak edi, endi yonib ketgunicha. O'yinda qoidasi shunaqa. Ozgina yonib ketgandan keyin qo'yib yuborsa kerak bizni. Mana. Yoqyapti. Ketdi ana, tamom. Ko'p ag'ildim, o'ldi qaramaylik. Yoqmayapti. Och ishing, yo'qol ko'zimdan ko'rdim. Sen qo'yib qilding menga. Uzr so'kamadim yana. Qarchi bu rohivota ham haqiqiy jinni-da, o'sha jinnixona demayapman deb bekorga. Menimcha hey. Voy, bu qayerdan keldi endi bu? Buni daf qilib yo'qotib keldik-ku. Xonaga kirsak, ha, bo'ldi. Bunaqa kiradi, bittasini kiradi, qarang. Ha, bo'ldi, muslim. Yugur. Bo'ldi. Ha, yo'q, ulayapti, qoch. U kelgan joyga ketish kerak. Outlass'da nima qoidasini bilib oldim-da, shunaqa ekan. Mana. Ochiq joyga yugurish kerak. Bilib olaverasizlar, mana. Ashti, voy, kamerani qaraydi, shikal qilayotgan. Mana ashti nima bor? Ko'zim tushdi-da kirishim bilasiz hozir. Hop, yaxshi. Bo'ldi menimcha. Hoppa. Ana. Chotki bo'ldi. Menimcha endi bitirsa kerak hozir. Lekin men hali ham bir narsa tushunmadim. Ana arvoh kim edi? Shunga tushunmadim. Och ketdingmi? Ey! Voy, qaqa ketdik endi. Demak, hali o'yin tugatishimizga hali bor ekan degani bu gap. Tushunaverasizlar, demak, hali senga bor bitirishing degani. Shu arvoh bekorga emas-da, shu bekorga qo'ymaydi uni. Qaqa tushdik biz hozir. Kanalizatsiyami, nima balobat. Voy, ko'zim mazza qildi, ishoninglar, kechasi.
Lift chiqib ketdi tepaga. Voy, oppoq emas ekan. Nima qilamiz endi bu yerda? Qani bu yerda qiziqishni ochib ko'raychi. Biz vaqtimiz ham bo'lib qolibdi. Oho, hali ishimiz ko'p ekan. Mana shu yerda videoni to'xtatib turishga majbur bo'laman, chunki minut cho'zilib ketsa, bilasizlar o'zingizlar yag'ini. YouTube'da tushunadiganlar biladi, video ko'rganlar. Короче, keyingi qismi xudo xolasa chiqadi tez kunda. Hop, kanalga obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish va like bosish ham esingizlardan chiqmasin. Kanalimiz rivoji uchun xudo xolasa stream qilish uchun ham 50 ta obunachi kerak, unga ham obunachi yig'ishimiz kerak. Tezroq xudo xolasa yig'amiz. Shu ro'za oyi ichida xudo xolasa 500 ta bo'lsa ham xudo xolasa zo'r bo'ladi. Streamlarni ham qilaveramiz bemalol. Streamlar nima? Asosan 14:00, keyin 18:00 larda bo'ladi. Ko'pincha men o'sha vaqtlarim bo'sh bo'laman. Qolgan payt ishlarim bo'ladi. Endi hammaning o'zining ishi bor, bilasizlar. Shunga aytib qo'yay demoqchi edim. Xudo xolasa obunachilar bosib olaveraylik. Keyin gazini bosib olamiz. Hozir Outlast 2 ni ham xudo xolasa vaqtim bo'lganda, nima bo'lganda sotib olib, uni yuklab qo'yaman. Uni ham o'ynaymiz, xudo xolasa. Uni ham qismlarga bo'lib, men endi iloji boricha ko'proq har bitta minutini 40 minutdan, 45 minutdan qilib o'ynaymiz. Outlast 1dan ko'ra ko'proq ikkinchi qismi qiziqroq deb eshitganman. Birinchi qismidan ko'ra ikkinchi qismi ancha nimaroq, qo'rqinchli va ancha qiyinroq, ya'ni miyani ishlatish kerak bo'ladi. Bu payt menga vashchi yoqadi shuna o'yinlar. Ya'ni bitta joyga qamalib qoldingiz deylar. O'sha kalitlar topib, bir narsalar chuqurlab, kompyuterlardan kodlar terib, parollarni topib, shu uydan chiqib ketishingiz kerak, ya'ni bo'lama shuna o'yinlar yoqadi. Ya'ni miya o'yinlar yoqadi. Men miya deyman bunday o'yinlarda. Ya'ni bosh qotirma o'yinlar bo'ladi. Horror ham qo'rqib o'ynaysiz, ham tirq etgan ovozingizga ham keladigan o'yinlar bo'ladi. U juda qiyin bo'ladi, lekin bitirganingizdan keyin afsuslanmaysiz, o'yinlar mazza bo'ladi. Ham tushunarli bo'ladi o'yinlar, hikoyasi ham ancha qiziq bo'ladi. Bo'ldi gap cho'zib o'tirmay, yana ezmalanib ketmaylik, ezmachollarga o'xshab. Mayli, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog'-salomat bo'linglar. Xudo xolasa shu oyda tugatgunimizcha 500 taga harakat. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha.